Assalomu alaykum qizlarjonlar, xayrli kun hammanglarga. Bugungi ikkita sarpa setimiz obzorini qilib beraman. Mana nejniy abadok. Rosa yoqdi o'zimga ham, shuni tanladi. Buni 40 ming so'm qilib berdim. Hamyonbop sifatli qilib beryapman. Buni ham ko'ylaklariga moslab. Shunaqa novotrang ko'ylagiga moslab, nejniy qilib yasab berdim. Buni ham 40 ming qilib berdim. Buni ham xohlagan ranglardan yasab beraman. Buni ham 40 ming qilib berdim. Mana sochlarni yulmaydi. Akkuratlik qilib ishlaganman qizlarjonlar. Bu hijobli kelinimiz ikkinchi sarpa setimiz. Buni 35 ming so'm qilib berdim. Buni 60 ming so'mlik. Rosa chiroyli, o'zimga ham rosa yoqyapti qizlar. Bu ikkinchi bor yasashim. Bu abadogimizni 40 ming so'm qilib berdim. Bu ham ko'ylaklariga, qizil ko'ylaklariga moslab. Bu tilla qoshimizni 70 ming so'm qilib berdim qizlarjonlar. Nimaga arzon desanglar, toshlarim original, faqat oz ishlatilgan. Mana Swarovski yaltiroq toshlardan kelinimiz unaqa nimani yoqtirmaydi ekan. Yaltir-yultir, haligi ko'zga tashlanib turishni yoqtirmaydi ekan. Nechta o'zimga yarashib tursin opa degan uchun men ozroq shunaqa nimalardan, toshlardan foydalanib 70 ming so'm qilib baholadim. Qalay qizlar, arziydimi? 12 ta viloyatga dastavkalarimiz bor. Bemalol zakaz berishingiz mumkin qizlarjonlar.